Ulamolar, mufassirlar bir qissani bayon etgan. Agarchi bir qissa Qur'on va hadis emas, tobiinlar vaqtida voqea bilan qaysi bir shikorchi bir martaba dashtga maydonga chiqadi. Bir uzoqdan bir shuni qarani ko'radi, fikr qiladiki, bu qaysi bir halol hayvon deydi. Terda oladigan otadi, uyi qiladi. Boradi, ko'radi, yana qarasa bu bir inson ekan. Bir g'arib inson. Bu bechora o'tin jamlab yurgan. O'tindan cho'pmoqlik uchun ham bo'ladi, bu uzoqdan fikr etadiki, shoyad bu bir halol hayvon bo'lsa. Bu boradi, bechora to boraman deyishimicha joni chiqqandi. Ko'rdi, bu o'rtada qoladi. Aytadiki, endi buni nima qilsin? Endi men buni nima qilsam? Bu jondan shayton nima qiladi aytadi, hech kimga xabar bermayman deb, shu yerdan bir chuqur qozaman deb, shuni ko'maman. O'shardan bir chuqur qozadidan bu odamni ko'madi. Mardum o'rtasida chiqadiki, faloni tutdi. Faloni gum bo'lib ketibdi, shpillacha daray-maray yo'q. Shunday mashhur bo'ladi. Nega ketganini, nima bo'lganini bilmaydi. 4 yil, 5 yil o'tadi, ammo lekin buni vijdoni qabul etmaydi. Shuni bilishga yetgan nafarda vijdoni hamisha unga ozor berib to'xtaydi. Vijdoni, tabiati unga ozor beradi. Qaror topmaydi. Aytadiki, qandosan buni to'xtasan, darholiki bechorani o'ldirding ko'mdi. Bu yerda Alloh taolo buni haqqa hidoyat etadi, tavfiq beradi. To'g'ri to'g'ri o'sha nafarda o'g'illarini yana boradi. Aytadiki, mendan shunday bir ishtibo bo'ldi. Bilmadim, ko'rdim, qaysi bir qarani uzoqdan fikr etdimki, shoyad bir halol hayvon bo'lsa, otdim terdi, to'boraman deyinchimcha o'tirariz joni chiqqan ekan, o'sharga men uni ko'mdim. Mana shu bilan endi men ketirsizlar, o'zimni taslim etaman. Meni o'ldirasizlar, o'sasizlar, har zotdagi shariat hukm etsa, shu borada menga sizlar faysala qiling. Buni o'g'illari aytadiki, ofarin vijdoningga deydi. Sen shu ishni ketding, endi senga bizlar bir zotdan qilmaymiz. Faqat shunchalik ko'rgaz, o'sha otamni qabrini bizlar borib ko'raylik va haqqiga bir duo qilaylik. Boradi, buni gapini rostlik uchun shu ko'milan joyga ochadi, 4-5 yil o'tgandan so'ra ham ochsan, oyog'ini, tanho oyog'ini ko'radi, oyog'i top-toza ekan. Darholiki inson o'lgandan so'ra darrov yeridu, aloq bo'ladi, oyoqlari, go'shtlari gum bo'lib ketadi, ustaxon bo'lib qoladi. Ammo lekin 4-5 yil o'tgandan so'ra ham ayni o'sha obod to'xtagan ekan. Faqat buni mana shu oyani tafsirida ulamolar zikr etgan, bizga dars beradi. Zamoniki siz bizlar bir tane haqqini yeymiz, marhumni haqqini yeymiz, bir nohaq zotga bizlar hukm faysala qilamiz, mutavajjih bo'laylik, haqiqat bizlarga bayon bo'lgandan so'ra bizlar o'sha nafardan, o'sha qavmdan afv talab etaylik va o'shalarning haqqini ado qilaylik.